Sanmasam gelemezdim Mehmet kılına. Ayağımı silemezsem önünün içine özendim. Bakara bakaya. Rahmet. Ma bulamı. Buldu. Nak, obdan buldu. Bir haldır ışıktan tıksam bana. Bakara bakaya. Mana? Ne özendim. Acık da oldu. Ya. Sen işte kalkam ben. Amin. Allahu Ekber. Kadir evde yoktu. He? Yok mu da? He yok ne yoktu? Nasıl Kadir'cim paranız konulmaydı? Otur mu? Otur mu? Ne? Ha? Bu siz kim? Ha, ben özüm turisttir bete ya. Bismillah. Mana bu meni xizmatga kirishgan. Ha, bu
siz tetikçi misiniz? Bunun direktörü. Qarang, Ha? narsamiz men kerak emas. Ya tovdan. Bizde qaramız şu zamanıvi fen texnikadan foydalanib ishlagan havo saqlashtiruvchi atir bor. Voy, rostdan kerak emas. Voy, buning unumi bak yaxshi deyman qaram. Birini chechib qo'ysangiz, uyning havosi shu bir damda shappadan o'chitadi. Qarang, uyda bu narsalar bor, danga bo'ldi. Ishonmamsiz? Agar ishonmasangiz, hozir saqib beraymi? Bu necha bo'ladi? Bu biz hozir qarang. Şirketimizde faaliyet uyushtiryapmiz 15 kunlik. Yani 14 kunlik vaqt qoldi. Bu bizning shirkatimizning ko'ngli. Sog'imiz. Rahmat, rahmat. Lekin ma'ni olsangiz, ani sog' qilamiz. Oy jo. Şu ko'zingizning cho'risiga ushshaq. Kim qo'rqib chiqib tutasiz lan? Unda emas-ku. Shunda? Kendi ko'zimni sirg'atsa. Tovdan. Sirtgandek emas. O'tirlar. Men sizni bir tekshirib qo'yay. Zamonaviy usuldan foydali tekshirib qo'yay. O'tiring. Kila? Kila? Tekshirib qo'yay, kila. O'zim. Mush yüzünüz var mı kıram? Homirang çıpar kutek. Yo'lliq. Hor paydo bo'lib ketdi. Uy, nima deydigansiz? Men bayatda dedim ku kunda ko'zimni surkayapman deb. Tog'dan uning qat'iy foydasi bo'lmabdi. Mana haqiqiy unum bo'ladigan, haqiqiy zamonaviy usuldan foydalangan javhariy qo'riq dushmani malhami menda bor. Mana. Voy, nima deyapsiz? Javhariy qo'riq dushmani malhami. Ajab qiziq. Mana tabassuming shunchalik yarashdi. Mana sizning mushu qo'shaliqingiz uchun bir sovg'a. Mana buni qarang. Yuzingizning o'ng tarafiga ishlaysiz. Mana bu kang peshona o'xshaydiganni peshonangizga sursiz. Buni sursiz bo'laveradi. Voy, qarang. Bu narsalar menga rostlar lazım. Yo'q, lazım bo'ladi. Voy, rost lazım emas. Abla, lazım bo'ladi. Men qarang. Siz ancha-muncha uy tozlaydigansiz. Ha. Uy tozlaganda chang to'zang chiqadiganmi? Ha. Chiqadi. Uning ustiga qarang. Ayol kishi degan 3 vaqt oshxonaning ichidan chiqmaysizlar. Shundaymi? Shu. Biz tamoq etganda qozondan buz chiqqanda chiqmadi. Voy, chiqadi. Chiqadi, ha? Chiqqandami bek chiqadi. Masalan, siz tamoqni etib olib, bir kun yoki 2 kun siz yana buz tatqingizni tozlamay turgan. Ha? Buz choplashamdi, choplashmamdi. Voy, bek choplashadi danga. To'g'ri. Aşı buz tatqiga choplashgan buz. Mushu ayollarning nozik chiroyli jamoliga yuziga choplashmasmi? Uning ustiga yuziga choplashganmi shu? Iliq chang to'zangni, ha? Mushu buzni pichoqni qirib chiqarib olamda. Sim dasmal bilan aytqilib olamda. Bo'lmaydi. Uning ustiga gilam cho'tqiladigan iliq sim cho'tqilan yuzingizni tatlagan olamda. Mumkin emas. Uning ustiga qarang. Mushu chang to'zang buz deganning yomon aygakchiligi bor. Mushu chiroyli ayollarning yuziga bat choplashudi. Qanaqa kerak? Mana bu yüz asrash dubulg'isi. Dubulg'a? Siz dubulg'ni tushunamsiz? Dubulg'a degan qarang. Burun erlar jangda ishlatgan dubulg'a. Hozir ayollar yuziga ishlatadigan. Lekin hozir ayollar mana shu dubulg'ini ishlatyapti, lekin sog'liq toza ahmiyat emas. Ha? To'g'ri. Siz tuqqanmi? Kimga? Yo'q. Birsiga emas, siz tuqqanmi? O'shisi kimga deyapman? Abla, menga tuqqan emas, siz meni demoqchi o'g'lim, siz
Amiledar boğam demekçi. Oynadan yaptık. Teği bolmagan mı? Lekin qarang men sizga gidey. Mushu ayollar yarışıdığını tuğut, yer yarışıdığını oğut. Siz hanım turmay bolmaydı. Tuqqandan keyin, ey ayol kishi bek japa tartdi. Bek japa tartdi. Sen ayollar bek japa geçdimi? Bek doğru dediniz. Biz şu 9 ay, 9 gün qo'saq götürüp, japa bilan to'lg'oq tutib, şu yengimiz emasmi bek japalıqdan ha. Lekin buni japa degan olmaydi. Haqiqiy japa tuqqanchaqdagi japa emas, tug'ib bo'lgandan keyingi japa. Siz tug'ib bo'lgandan keyin yuzingizga dog' paydo bo'ladi. Mana bu dog'ni 9 ay 9 kun emas, 99 ay 99 soatmi? 3 ay kun olmaydi. Shuning uchun qanday qilish kerak? Yanala. Buni ishlatish kerak. Mana bu dog' o'chaguvchi. Oy. Şu dağ uçuralamda. Ha? İşenmemsiz? Ben qarang bu ayollarning o'zidagi dog'ni emas. Hatta qartellikni o'chasini aqtellik aylyapti. Oy to'g'ri. Mush anglashlarga qaraganda burunqi naqshchi Jeksonmichu, mushi bizning mahsulotni ishlatib aqrab olganmish. Sizlar buni ajib Xalit ismlarni qo'yapsizlar. Bu zamonaviy ismlar bu. Ismi katta, maymi katta. Hamsi bu mahsulotning ishlatish usulini so'zlab bering. Bu savolni naq joyida so'radingiz. Buning uchun yana material ko'rishimizga to'g'ri keladi. Köz etrafındaki qo'riqlarni ko'z xaltisi, ko'z etrafı qora chempirki, qora danchilar yuzdagi qo'riqlarni yo'qtidi. Ha? Qo'riqlarni yo'qtidi. Yana yer sharining tortish kuchi sababidan shakllangan teri bo'shishni esga keltirdi. Yüzünü jop. Bozqılar. Yüzünü jop. Mavu işletiş usulunu so'rayapti. Siz bana işletiş ünümünü de bıraktınız mı? Açtama? Ha? Bak aklınız var kinci mi sizden? Ben size qanday qilib ketib, meni o'pirib baqqan. Buning uchun yanala xotir ko'rishimga to'g'ri keladi. Gürüz suydan murabba qo'shqida emasga. Oxir nuqta etdi. Mana. Yüzünüzni sopun bilan yuvib bo'lgandan keyin bir qo'shiq qo'rqiy dushman. Pinna. Ashbeki. Ha, o pinna qarang. O'sha odamningki ichki a'zolarini yaxshilaydi bo'lib, bu ashqazon. Uning ustiga bu to'qsin deydi-ku. Shuni bu odamning ishidan tepsa, mana bu bizning maylarimiz teshidan tepidi. Shunday ikkisi birlashgandan keyin chiroy go'zallashtirish nimasiga mumkin bo'ladi. Ha, to'g'ri yakun bo'ldi. Uningdan boshqa to'g'roq suydan ichkitimim. Siyadan meydan uchtimim. Pulunun meydan ishki saqim. Agar sharoitimiz yer bersa, guruz suydan murabba qo'shqida bir qo'shiq. Murabba qo'shqida bir qo'shiq silib, malham qilib, yuzingizga tegishini surtib, uning sirtiga buni chaplaymiz. Bu Qancha chaplaymiz? Misolchiga birini chaplaymiz. Mahsulotimizning tarkibidan yamoq danchilari bor bo'lib, yamoq danchisi. Yamoq danchilari bor bo'lib,
o'lgan nerlarni, yoq terlarni tozalab, teringizni yumram, paqroq, siliq qildi. To'g'ri et terlarga nisbatan alayda önümgige. En muhimi Bombay şehrinin... Bulmay, bek teceklik. Şıkılıp yüzünüzü sıpsılık kıldı. Oy, bu maylarınızı oynamış şunçak yaxşı mıdır? Ha? Yüzünüzü sırlaştırırsa gep yok karam. Sizin bu neyiniz var bu karam? Şundan yüzünüzü sürsünüz, yemeğin çoğulgan bovakның tersek par pakırıp, nabat kümür ışık basınız, eriniz sizi karışkım cüret kılamazsın mümkün. Közler çakır. Buna sırıklaş benim olmadım. Sırıklaş önüme gep getmeydi o. Bu mayını bir kıtın işletsiniz, 5000 kilometrga hatırcan mı alaysınız? Onun üstüne şu şestiren, şiştikçakның uçturuşunu töveletiyordu. Bunun için aldığın karbüratörüne pat tasarıp duruşunuz, pütüp duruşunuz gerek. Bunun üstüne yanakındaki may tecek önümü var. Bunun için siz may kaçırırsınız bunu, gaz kaçırırsınız, zoruyuz fakat yok. Kimler de çıkarttı? Kimler dedim lan? O siz dedi ki karbüratör, şiştikçak, 5000 kilometre diye gepten çıkartsa? Toğdan dedim geldi mi? Oy şunda dediniz. Yok. Oy ya daha da şunda dediniz. Buna öyle ne münasebet yok gepne. Estağfurullah. Ben bir ramıçılık kandana şikisini arlaştırıp etmeye okşaydım. May dep akallamda sılıklaş neyi kaplama okşaydım. O siz remoçılık kıgan mı? Ben durun. Şu maşinsazlık kesbini okup baklavırlık unvanını ağam. Ondaki 3-4 yıl için karap bakıp ondaki şu ramıtkan deşligem. Hem şu ramıçılık kılıvere desem tekidana. Oy siz amsa bu kesbini kıp kapsız o. Hem de kanda kılmaya karan. Hem bir ramıçılık degen kiyim tak pakir sunmaydıgan, yüz gözünüzde kaçallı karısı maymışında жүрген, elaki Yavgaz Bidaylar degen kino degedekmiş alırınız, toplar boylap. Onun üstüge kışın yaşı maşından tegidila hep iliştiğen işkendana. Onun üstüge müş kesip olup kaldı mı bana, yolun çeti toktip koygan maşını görsem mi, maşından kirgimlik hep durgan. Şimdi tüyleğine bir de ağlamadız. Ketip kalgan maşından tekke kirgip tutkan maydak önsürüp. Onun üstüge bulmamay olgan diken. İkisi oxşas bir kesmemez mi? Birisi maşındırmacılıkı, ama ayağın kişilermacılıkı. Şıkılıp peşanemge, müş kesip üstüge oxşaydı mı? Oy mındaqdan. Siz bayatın bir mayının gibini kıldınız o. Ha? Elaki neymi? Qovriki. Ha! Qovriki düşman malhimi. Cevri. To'g'ri. Yok cevri malhimi. Şimdi qarab bir gap qildim. Şu qo'rqni yo'qotishdan burun shu yuzini tozalash kerak. Siz dedi muz okean lay jaharlardan bordu. Nima qilsiz lay ishlatib? Hadi yangi tushun aslida layarlar tushadigan tursa. Unda bo'lsa, terini nemlashtirish suyuqlig'i bordu. O'sning o'y turib yo'qmi? Oy, ben usunu demedim qarang. Ma terini nemlashtirgan sularni da'vatman. Chelakdagi ya chaynak suvini ishlasangiz bo'lmadimi? Nima deydigan siz qarang. Faqat bo'lmasa rost. Qarang, ayol kishi bor-ku, mush yuzini asrashda oldi bilan yuzini tozalash malhamida bir qursh yuvamiz-da. Uningdan keyin mush yuzini rahatlantirib sularni sepamiz. Uningdan keyin mush ko'z qo'riqlarni yo'qotish malhamini surkamiz. Andan hayotiy kuchlarni asli keltirib beramiz. Uning ustiga terini chiqarib yo'qotish yuzini sirtilib namli saqlash kerak. Uningdan keyin bor-ku, mush kun nurida saqlaydigan maylarni bir qurishimiz. Andan aqat kimini sirtimiz, kirimlarni qilib qo'ygandan keyin andan kirimni muqimlashtirib so'p kirgizishni yuzimizga chachimiz. Mana bu ayollarning bir yurish terini asrash jarayoni. Qandak? Muştan hemmisini bir xotin kishi yüzük sürtem da. Bunun hemmisini eğer yüzük sürtüdüğün iş olsa 24 saat vaktim yetmez akşam. Yerini asrash vaqti mush bir yurish jarayonlarini cho'qim qilish kerak. Benim bas oğalık qotganma bo'lmasa. Meniki ko'rayaptim. Ashning hemmisini siz mi sürtemsiz? Oy yo'q, men sürtmayman. Ha? Ba'zilarini sürtmadim ha. Unda o siz hemen acaba to'liq bilgansiz buni? Albatta, men mush kasbni qilgan do'stim. Ha? Siz nima ish qilsiz? To'g'ridan sürtgandek emas. Voy. Lekin menda birsi bor. Javriy qo'riq dushmani malhim.
Mana menda qaram. Eng islava. Mana bu Cevri qo'ruq düşməni məlhimi. Bunu işləsəniz, inim şundan yaxşı. Ay, kızınız bu ne? Ay, baldırlar Otur. Gel bakalım. Bak. Sessiz değil. Siz de qanday qildi deb o'qib qaldingiz, bu emas. Siz shu. Ya. Gürüç suydan murabba qo'shqida bir qo'shiq selib, malham qilib, yuzga tegshi nefis qilib Amanat. Aldı bilen yüzünüzü sopun bilen yuyup bo'lgandan keyin bir qo'shiq qo'rqi dushman bir kimdim. Dinle. Muhabbet unime Baxit quşum Aşıqlıq uxlamay Körgen çüşüm Sadaqat qatlim Qadayni qışam Baharga kümeler uzun kışımı Muhabbet unime hayatga bize Yürekke kuşlar yana bir yürek Muhabbet dertide insanlar aziz Söygüsüz bu